Shariatuz Qabadiyon Beshkent 3 rayonga 420 so'mdan oparib, o'rnatib, ustanobga qilib berib qaytib keladi. Assalomu alaykum, hurmatli Sayfiddin TV obunachilari. Mana jigarlar, bugun biz sizlarga yana bir bor Yo'brazaborni tavsiya qilamiz. Har doim chiqarganda sizlarga Vegetni tarafini chiqaramiz. Bugun sizlarga Xudo xolasa 420 somondan 3 rayonga oparib, ustanobga qilib, dastavkasi ham ichida qaytib keladi. 4 kvadrati komplegi 420 somondan tushadi, oparib qo'yib, ustanobga qilib berib qaytib keladi. Tayyor. Adres so'ragan aka-ukalarimizga Nohiya Shariatuz, ya'ni Shariatuzning o'zida shu Moshin bozoridan salgina bir 100 metr pastroqda. Mana ko'rib turibsizlar, bir 15-18 xillar davomitidan bor. Hadi endi sizlarga chiqarish jarayonini bir ko'rsatib o'tamiz. Buni o'zlaringiz guvoh bo'lasizlar. Qayta tayyorlayapti, nima bo'layapti? Hozir ustolardan ham sal ma'lumot olamiz. Xo'p, birinchi o'rinda simin, necha simin qo'shilyapti? 500 marka qo'shilyapti, mana ko'rib turibsizlar. Buni qolipga tayyorlayapti. Bunday borib, tayyor. Shunday qo'yapti, tayyor. Bundan boshqa xil nomutlari ham bor. Endi o'zingiz ham bir ma'lumot bering. Qancha qayerlarga dastavka? Assalomu alaykum, Safin akaning asoschiklari. Bizga Qabadiyon, Shariatuz, Beshkent dastavka bepul oparib bir komplektini 420 so'mdan ustanobga qo'yib, agar 20 komplektdan ziyod bo'lsa, yana ham arzon bo'ladi. Iskara taraflarga endi salgina kelishamiz. Bir 10 so'm mumkin qimmat bo'lishi mumkin, ko'p qimmat bo'lmaydi. Boshqa shu o'rtaga hamma joyga dastavka bepul. 420 so'mcha 4 kvadrat bo'ladi. 4 kvadrat degan endi bundan 4 ta. 4 dona bo'ladimi? Ya oyoqlari ham bo'ladi, komplekt bo'ladi. Bundan 4 donasi oyog'i bilan komplekt. Agar 3 talik bo'lsa, yana narx bizni arzonroq. Agar 5 taligi bor, u sal qimmatroq. Tushunarli. Endi komplektda bitta bundan bo'ladi. Ol ixtiyor bo'lsa o'zi, masalan, uyning egasi qanday qilsa shuni o'rnatib beramiz. Tushunarli. Buni keyin kraskalasa ham bo'ladi. Video davomida bir ko'rib o'tasizlar, kraskalaganini ham qanday chiqqan zavorlar. Sizlarga har doim shunday yaxshi, arzon variant tavsiya qilamiz. Agar kimgadir qiziqroq bo'lsa, shu ekranda turgan nomerda nimalar bor? WhatsApp bor. Ramay nomeram WhatsApp Ramay nomeram, WhatsApp'im, email chiqishlaringiz mumkin. 3 rayon bo'ylab dastavka ichida bepul deyapti. Ko'proq olsangiz, ondan ham arzonroqqa tushadi. Keyin ondan ham arzon variantlari bor. Ondan arzon variantlari 3 talik qilsalaringiz yanada arzonroq bo'ladi. 5 talik qilsalaringiz sal ko'tariladi narxi. Telefon qilaverasizlar. Boshqa xizmatlar yo'qmi bundan tashqari? Faqat ustanobga oparib, biz только zavor bilan shug'ullanamiz. Faqat zavor bilan shug'ullanadi ekan, oparib o'rnatib beradi. Sizga chiqaveringizlar. Manzil Nohiya Shariatuz, shu aytganda daira bo'yida, Moshin bozoridan bir 100 metr pastroqda. Ko'chani bir ko'rsatdik. Mana sizlarga ko'cha. Bu tarafdan kelamiz, bu tarafdan Shariatuz Moshin bozoridan kelganda chap qo'lda buni zabor ham turibdi, mana ko'chada. Ko'chaning ustida zabor turibdi. Shu yerga kirgan yerda. Bu taraf
yana dalish ketadi, markaz bozorga qarab ketadi. Telefon qilaverasizlar. Sizlarga zavor.